76 yosh otaxonimizni chap qo'yim ishlarini operatsiya qilganmiz. Juda chiroyli bo'ldi. Hoji tog'am ehtiyot qiling deb biz qo'ltiq tayoqsiz kelibdilar. O'zlari yurib kelibdilar. Ishlarini chap tomonlama son suyani boshchasi bo'ynidan sinib qolgan edi. Bo'ynidan sinib qolgan, shu sinib qolgan quymishlariga protez qo'yib berganmiz. Amaliyotlar juda yaxshi o'tgan. Yuring, qani? 15 kun bo'ldi mana operatsiya bo'lgan. 15 kun deydi. Endi ehtiyot qil, ana ko'z-po'z tegib qo'yolmassan endi. Bitta hassa qilib olib turing-chi. Bitta hassa qilib oling. Qarang, 15 kunlik protez qo'yganimiz. Ali hassa yangi o'rnab qolmasin. Yo'q, bitta hassa qilib olib turaversinlar. Bitta hassa qilib turing, endi 15 kun bo'ldi. Yuringchi qani? 15 kunda. 15 kunda. Bunaqasi bo'lmaganmi? Ya bo'lgan endi. Kam. Mani praktikamda bo'lmagan 15 kunda. Yaxshi narsa ekan. Ha, yaxshi narsa ekan. Ha, mayli. Ishlaringizga omad. Joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzun bo'lsin. Mana ro'za Ramazon kelyapti. Xonadoningizga doim nur baraka Xudo ato etsin. Ilohim bola chaqalaringiz rohatini ko'ring. Sog' bo'ling. Qo'lingiz dard ko'rmasin asla. Xo'p. Martabingiz mendan ham ulug' bo'ladi. Mashina qilib yuring. Men nazrimni unutib qoldingiz. Bo'ldi. Bo'pti, ukajonim. Katta rahmat. Xo'p.